Qoyil, sen uddalading. Yo'q. Unikronni yengib olmaydi. Yelena! O'yinlar tugadi. Prime'ni haqiqiy kuchini his qil. Bu mening do'stimga tegishli. Qilindi. Uni to'xtata olmayman. Avtobotlar, maksimallar, chekinishni buyuraman. Kalitni o'zim yo'q qilaman. Prime, yo'q. Boshqa chorasi bordir. Ularni himoya qil. Biz qasamimizni buzmaymiz. Rahmat, do'stlarim. Uni tashlab keta olmaymiz. Buyuraman, ortimdan. Rayim bunday qilma. Senga istalgan narsangni beraman. O'lim top. Ushlab turibman. Yana qo'yib yuborna va o'zingni qutqar. Mutlaq g'alabagacha. Yakuniy g'alabagacha. Tepkini bos! Unikronni kuni bitdimi? Yo'q, u tuzoqda. Yovuzlikni tomiri bilan qo'porib tashlay olmaysan. U baribir qaytadi. Qaytaversin. Birgalikda uni yo'q qilamiz. Uzil kesil. Men Optimus Prime. Avtobotlarning yetakchisiman. O'chirib o'tish kalitidan ayrildik. Uyga endi qayta olmaymiz.
Lekin yovuzlik kuchlariga qarshi urushda ittifoqchilarni topdik. Bu dushmanga yolg'iz qarshi tura olmaymiz. Ammo birlashadigan bo'lsak, bizda imkoniyat paydo bo'ladi. Men Noah Diaz. O'zim haqimda nimani gapirib beray? Bruklinda ulg'ayganman. Ukam meni Sonic deb chaqiradi. Yaqinlarim uchun koinotni qutqarishim kerak bo'lsa, ikkilanmay shunday qilib. Yaxshimisiz, janob? Suhbatdan o'tgani kelgandim. Noah Diaz. Hozir ularga aytaman. Ko'rsatuvimizga yosh va iste'dodli arxeolog Yelena Wellesni taklif qildik. U tunnellarni keng tarmog'iga ega yer osti ibodatxonasini topgan. Ularni yoshi esa eramizdan oldingi 5000 yilga teng. Bunday ixtironi amalga oshiraman deb hech o'ylamagandim. Shu tariqa orzuyimga yetdim. Bu Bruklin dedim-ku. Ular sizni kutyapti. Rahmat, janob. Lift orqa tarafda. Ustun jihatlaringizni ayting. Elektronika bo'yicha bilimlarimga qo'shimcha bir jamoada ishlashga ham tayyorman. Rostdanmi? Ochig'i sizga to'g'risini aytaman. Tarjimai holingiz puxta emas. Yaqindagina ishlashni boshladim. Men AQShda emasdim. Bu yerda yo'q, bu yerda yozilmagan. Yo'q, qisqa muddatli shartnomam bor edi. Xo'sh, juda soz. Unda bu haqda gapirib bering. Bu Janubiy Amerikada edi. Ispan tilini o'rgandim. Oyim bundan xursand bo'ldi. O'zingiz yaxshi bilasiz-ku. O'sha yerda xayolim faqat ishda edi, to'g'risi. Ish. Afsus, Peruda mazali taomlar pishirishadi deb eshitgandim. Peruda bo'lganman deb aytmagandim. O'sha yerda ishlagansiz. Ha, xullas, men Kuskoga borgansiz. Yelena bilan birgalikda. Keyin sizni